Do'stingiz sizga boshqalarning eng maxfiy sirlarini aytib beryaptimi? Ehtiyot bo'ling, xuddi shu narsa hozir sizning orqangizdan ham bo'layotgan bo'lishi aniq. Bilasizmi, nega biz bunday odamlarga ishonishda davom etaveramiz? 2025-yil boshida Kaliforniya universiteti, ya'ni UCLA psixologlari inson tabiatidagi g'alati bir faktni aniqladilar. Tadqiqotlarga ko'ra, agar do'stimizning xiyonati yoki g'iybati bizga foydali ma'lumot bersa, miyamiz uni xavfli odam deb emas, balki sodiq ittifoqchi deb qabul qilar ekan. Bu biz tushadigan eng katta psixologik tuzoqdir. Xo'sh, niqob ostidagi xoinni qanday fosh qilamiz? Mana sizga 3 ta aniq belgi. Birinchi belgi, muvaffaqiyatdagi sukunat. Bu eng og'riqli nuqta. E'tibor bering, boshingizga ish tushsa, ular birinchi bo'lib yetib kelib va o'zlarini qahramondek his qiladi. Ammo siz katta yutuqqa erishsangizchi, ular shunchaki jim qoladi, tabassumi soxta bo'ladi yoki mavzuni darrov o'z muammolariga burib yuboradi. Haqiqiy do'st sizning o'sishingizdan qo'rqmaydi. Ikkinchi belgi, axborot tashuvchilar. Psixologiyada ko'zgu effekti degan tushuncha bor. Agar u sizning yoningizda umumiy tanishingizni tinmay yomonlayotgan bo'lsa, bilingki, u sizdan ketishi bilan xuddi shu ssenariyni siz haqingizda boshqa joyda takrorlaydi. Sirlaringizni bunday radiolardan uzoq tuting. Uchinchi belgi, energiya vampirlari. Ular bilan ko'rishgandan so'ng o'zingizni qanday his qilasiz? Agar uchrashuvdan keyin ezilgan, charchagan va bo'shashgan bo'lsangiz, demak bu do'stlik emas, balki emotsional parazitlikdir. Do'stlik quvvat berishi kerak, tortib olishi emas. Atrofingizdagi andisha qilib yurgan do'stlaringizni bugunnoq tahlil qiling. Sizning yutug'ingizdan chin dildan quvonadigan inson bormi? Yoki hamma faqat ishi tushganda yozadimi? Fikringizni izohda qoldiring va haqiqiy do'stlaringizga ushbu videoni yuboring.